Assalomu alaykum. Sizlar Eurosoft kanalidasizlar. Bugun sizlar bilan web dizaynni o'rganamiz. Biz Figma dasturida asosiy uskunalarni o'rganishni boshlaymiz, lekin biz birma-bir ko'rib chiqmaymiz bu uskunalarni. Biz birato'lasi dizayn chizish orqali Figma dasturini o'rganishni boshlaymiz. Bu birinchi dars va biz boshladik. Xo'p, biz o'rganmoqchi bo'lgan, ya'ni tayyorlamoqchi bo'lgan dizaynimiz bu oddiygina bitta stranitsani boshlang'ich ko'rinishi, ya'ni bitta sahifani boshlang'ich ko'rinishi bu krossovka veb-sayti uchun Nike kompaniyasini misol qilib olganman. Xo'p, bunday dizaynlar Pinterestda, Behance'da, Dribble'da juda ham ko'p. Buni chizishimizdan maqsad nima? Maqsad shu chizish jarayonida Figmani asosiy uskunalari va instrumentlarini o'rganib olish. Xo'p, bu yerda bizga kerak bo'ladigan asosiy resurslar Nike'da logosi va krossovkamiz o'zini asl rasmi kerak bo'ladi. Xo'p, Figmaga kiramiz. Figmaga kirib yangi proyekt ochamiz. Bu proyektga biz desktop, ya'ni Figmani o'zini standartlari bo'yicha 1440 va 1024 bo'yicha ochamiz artboardimizni. Hop, artboard eniga bizga ozgina kattalik, bo'yiga ozgina kattalik kiradi. Buni 820 qilib qo'yamiz, chunki baribir veb-saytlar shu holatda ko'rinadi. Hop, demak resurslarimiz bizni men oldindan tayyorlab olganman, ya'ni bu bizning Nike'da krossovkasi. Bu krossovkani o'zi Nike saytidan olsa bo'ladi, albatta bu yerda bor. Hop. Birinchi nima qilamiz? Birinchi bizda bu yerda krossovkani rasmimizda, ya'ni rasmimizni juda katta, PNG'da razmerlar juda katta, shuning uchun buni 40 olamiz. Uning uchun biz maska qilamiz. Hop, o'zimizga kerakli orqasiga o'tkazib olib, kerakli joyini 40 olamiz. Chunki baribir keyinchalik xalaqit beradi. Shu xalaqit qilmaslik uchun 40 olamiz. Hop, 40 uchun nima qilamiz? Shu 40 kerak bo'lgan razmerda to'rtburchak shakl chizib olamiz va uni rasmni orqasiga olib o'tamiz. Mana e'tibor beringlar, bu yerda sloylarda birinchi rasm turibdi, undan keyin bizda shu shaklimiz turibdi. Uni orqasida turishi kerak va shift knopkasini bosgan holatda ikkalasini belgilaymiz va mishkani o'ng tarafini, sichqonchamiz o'ng tomonini bosgan holatda use as mask funksiyasini bosamiz. Shunda mana bizga hozir maska bo'lib qirqildi. Endi bu birato'lasi shuni guruh qilib olamiz. Ctrl G harfini bosib. Mana endi bizga unaqa katta xalaqit beradigan maydon yo'q. Aynan shu boshida chizgan to'rtburchak shaklimizdagi maydon paydo bo'ldi. Xo'p, krossovkamiz rasmda o'ng tomonga qarab turibdi, ya'ni uchi o'ng tomonga qarab turibdi. Uning uchun mishkani o'ng tarafini bosib flip horizontal qilamiz, ya'ni bu tomonga burib qo'yamiz va ozgina pastga qarab og'ib turibdi. Xo'p, bu yerda taxminan shunaqa, keyinchalik to'g'rilab ketsak bo'ladi bularni. Xo'p, endi fonimizga, ya'ni backgroundga rang berishimiz kerak. Rasmda bu shu kulrang turibdi. Nimaga? Chunki krossovkamiz asosiy rangi shu kulrang va oranjiy ranglarda. Asosan dizaynda ham shu ranglardan foydalanamiz.
Xo'p, artboardimizni belgilaymiz. Bu yerda bizning rangi turibdi, ya'ni oq rangda artboardimiz. Bu yerda mana bu yerda plus knopkasini bossak, bizga gradient tashlab berdi. Chunki pastdagi oqimiz kerak emas. Endi bu gradientga kirsak, bizda xo'p, boshlanishi oq rang, tugashi, ya'ni bu yerga kelganda уже прозрачный, transparent bo'lib qolyapti. Biz buni lineyni emas, ya'ni liniya shaklidagi gradient emas, bizga radial, ya'ni aylana shaklidagi gradient kerak. Hop, boshlanishiga bizga krossovkamiz o'zini rangidan olsak ham bo'ladi. Masalan, boshlanishiga shunday boshlanadi, tugashi sal ochroq joyidan olamiz va uni ochartiramiz. Xo'p, bizda pastki qismi ancha to'q. Xo'p. Mana shunday shaklda hozircha gradient beramiz. Hop, rasmda bu yerda oq, ya'ni gradientni yana ham ochib turgan bir elementi bor. Bu element ellips chizamiz. Bu yerda shakllar chizish instrumenti orqali ellipsni tanlaymiz, ya'ni aylana. Shiftni bosgan holatda o'zgartiramiz razmerini, chunki bunaqa bo'lib stretch holatga kelib buzilib ketmasligi uchun shift knopkasini bosib olsak, bir xil radiusda razmeri o'zgaradi. Hop, buni oq rangga o'zgartiramiz va bu yerda effects bo'limimiz bor. Bu yerda hozir shadow, ya'ni soya tanlanib qolgan. Buni o'rniga layer blur, ya'ni shaklimizga, bizning sloyimizga blur beramiz. Blurda menimcha 520 bo'lib ko'payib ketdi. 520 emas, 420 beramiz. Razmerini ozgina kichraytiramiz va bu ellipsni krossovkamiz orqasiga olib o'tib qo'yamiz. Xo'p. Xo'p, endi dizaynimizdagi orqasida 95 yozuvini qilamiz. Xo'p, bu yerda mana text instrumentimiz bor. 95. Text bosganimizda bu yerda uni argumentlari, ya'ni o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan bo'limlari chiqadi. U yerda razmeri hozir 12 da turibdi. Biz buni 250 ga o'zgartiramiz. Yo'q, bu ham kichkina. Biz buni 750 ga o'zgartiramiz. Xo'p, shriftimizni hozir tanlashimiz kerak. Shriftni xo'p, oldindan
o'zim tanlab ko'rganman. Bu ancha vaqt oladigan jarayon. Shrift tanlash juda uzoq vaqt oladi. Hozir men Gilroy shriftidan foydalanaman. Gilroy va buni medium semi-bold qilamiz. Xo'p, buni ham sloylardan krossovkani orqasiga olib o'tamiz va fill, ya'ni rangini oqqa o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p, 95 yozuvi ham tayyor bo'ldi. Endi bizga Nike'da logosi kerak bo'ladi. Tayyor bor. Bu hamma resurslarni описаниеdan yuklab olishinglar mumkin. Описаниеga hammasini joylab qo'yamiz. Nike logosini shu yuqori chap burchakka joylaymiz. Xo'p. Endi bizga yuqoridagi headerdagi yozuvlar kerak bo'ladi. U yozuvlarni o'zimiz Xo'p, mana bu holatda 95 yozuvi belgilanib qolib yoki bo'lmasam xalaqit berishi mumkin. Mana bizning krossovkamiz ham masalan bu yerda ishlayotganimizda xalaqit qilishi mumkin. Shuning uchun aynan shu krossovkamizni qulflab, ya'ni yopib qo'yishimiz mumkin. Shunda bu belgilanmaydi. 95 yozuvini ham qulflab qo'yamiz. Ya'ni endi bular mana belgilanib xalaqit qilmaydi. Xo'p, endi bizga yuqoridagi yozuvlar, bu yerda home yozuvi bor. Buni biz razmerini 16 razmerda qilamiz. 16 veb-sayt uchun 16 razmerdan kichkina hajmdagi tekstlar bu ozgina qiyinchilik tug'dirishi mumkin foydalanuvchiga o'qilish jihatidan. Lekin uni qachon imkoni bo'lmagan vaziyatlarda, tekst sig'may qolayotgan vaziyatlarda ishlatishimiz mumkin. Ya'ni 16 razmerdan kichkina, ya'ni 14, 13 razmerlarini. Hozir biz bu yerda 16 ni ishlatamiz. Xo'p, rangini oq rangga o'zgartiramiz. Shriftimiz shu Gilroy shrifti. Xo'p. Endi hozir bu home yozuvimizdan nusxa olamiz. Nusxa olish uchun Alt knopkasini bosib, mishka bilan shu home yozuvini o'ng tomonga tortamiz. Keyingi yozuvimiz bizda About Us, So'ng Products va Contact yozuvlari. Xo'p. About Us. Yana shunday nusxa olamiz. So'ng Products. Undan so'ng Contacts. Hop, shift bilan hamma yozuvlarimizni belgilaymiz va Ctrl bosgan holatda yaqinlashtirib, bu yerda mana bunday ikonka chiqdi. Bu hammasini orasini bir xil masofada to'g'rilab qo'yadi. Mana orasi hozir bizda 26 hajmda bo'ldi. Ya'ni buni yana sal ko'paytirsak bo'ladi. Tepadagi headerdagi yozuvlar ham tayyor. Endi chap tomondagi bizning skidka holatimiz, tovarning nomi va narxi va sotib olish knopkasini tayyorlaymiz. Xo'p, yana